A16 smartfonni ishlatasiz, ammo ushbu iPhone modellarini sotib olish uchun ustiga qancha qo'shimcha to'lov qilasiz? Bugun shu haqida gaplashamiz. Qo'lingizdagi smartfonni holati va xotirasiga qarab 1.400.000 ga baholadik. XS Max smartfoni uchun 300.000 dan 700.000 so'mgacha, iPhone 11 uchun esa 400.000 dan 800.000 so'mgacha, iPhone 11 Pro Max 1 milliondan 1,5 million so'mgacha, iPhone 12 Pro 1.300.000 dan 2 milliongacha va nihoyat iPhone 12 Pro Max uchun 2.300.000 dan 3 million so'mgacha ustiga to'lov qilib olasiz. Ushbu summalarni OLX va telefon bozoridagi sotuvchilarning narxlariga asoslanib aytyapman. Ushbu aytib o'tgan narxlarim faqatgina akkumulyator holati juda yaxshi bo'lgan, ekranlari almashmagan, Face ID va True Tone'da muammosi yo'q, iCloud'ga tushmagan 128 va 256 GB dan iborat bo'lgan iPhone'larga tegishli.